и o'sha tajribali bo'lgan trener ustoz bo'ladi, trener bo'ladi. U hayoti davomida mana shu yo'nalishda judayam ko'plab xatolar qilgan, yiqilgan, yana qayta turgan, qayerda xato qildim, nimaga o'xshamayapti, nima uchun men bu narsani o'rgata olmayapman degan savol ichida ko'p bo'ladi. Shu uchun o'qiveradi, qayta o'qiveradi. Qayerda nima bo'lsa o'shani o'rganadi. Chunki sizni taningiz individual. Deylik, siz keldingiz-da, misol uchun aytaman, vakuum qilmoqchisizda. Bordingiz, bitta mindaroq pul to'lab bordingiz-da, o'qiyapsiz-da. Endi siz vakuum qilyapsiz, cho'ti o'xshamayapti, nimagadir o'xshamayapti. Sizni nimangiz, treneringiz aytyapti. Qilavering, qayta qilsangiz o'xshaydi, qayta qilish kerak, ko'proq qilish kerak deyapti. O'xshaydimi?